Assalom. Kitap o'qish munbiriga hoş geldiniz. Hazır Halide İsrail'ning Keşmiş namlı romanini anglashni davomlashtiramiz. Ko'rib turayotganinglardek, bugunmi programmamiz alayida bo'ladi, ya'ni sirtda o'qiymiz. Tunugin kechda quyosh petib atgan vaqtida o'qigandim. Bugun attigandirek o'qib, kunduzlik manzarasini sizlarni biri bahar oldirg'im keldi. Xo'sh, romanni boshlaylik. Uy taqsimoti e'lon qilingan kuni e'lon oldiga nurg'un odam yig'ilib olgan edi. Rustam yig'ilganlarning yenidan o'tib ketib etib, Shavvonning yig'ilg'udek bo'lib, atrofidagilarga bir nimalar davatganligini ko'rib to'xtab qoldi. Daqiq orliqida u qandaqdir bir qarorga kelgandek bo'ldi-da, udul Shavvonning oldiga berib, yanchiqidan o'ziga berilgan yangi uyning ochqichini chiqarib, uning qo'liga tutqizdi. Shavvon, men sizning ahvolingizni bilaman. Menga taqsim qilib bergan uyda siz o'ltiring, dedi. Shavvon birdam hang-tong bo'lib kelib, ondan duduqlab ketdi. Bu jurin bundaq qilsangiz bo'lamdi. Sizga bergan uyni men qandoqmi ola olayman? Bo'ldi. Sizga ko'p rahmat. Ayolim ikkimiz yana bir mezgil chidab tura olaymiz. deb ochqichni olg'ili unimedi. Tuzut qilmang. Men chin ko'nglimdan bir qarorga kelib bo'ldim. Mening bu qitim ko'chish niyatim yo'q. Uyim bir obdan tursa, men ochqichni eling. Rustam ochqichni onunga tutqazib qo'yib, tez-tez meni ishxona binosiga kirib ketdi. To'plashib turganlar ko'z oldida yuz bergan ishning rostligiga ishonolmagandek bir-biriga qarab turib qelishdi. Kimdir biri, "Tova, mundaq boshliqlarimizmi bor ekan, ha? Men texi boshliq degan elishni bilamdikin deb qolgan edim", dedi. Uning gapidan hammaylar paraqlab kulishib ketishdi. Uzoq o'tmay Shavvon maktabga ko'chib, uning koni uyiga ziq kesili bor qiyra ayol ko'chib chiqdi. O'riyatmo Rustam Shavvonga o'tingan cho'ng uyga ko'chdi. Ularning xushalliqi va minnatdorligiga gap ketmaydi. 90-yillar urumchiliklar uchun restoranlashish davri bo'ldi. To'y, choy, turli marikalar restoranda o'tkaziladi. Restorandagilar hashamat, soxta dabdaba va do'ramchilik, mayxo'rliklar, huquq kuchi va pulning qadr-qimmatini tangdoshsiz o'ringa ko'targan edi. Xonqiz idoradagi ayollar bilan choy o'ynaydi. Har qitimqi choy uchun maxsus yangi kiyim-kechak setib oladi. G'irimxonlarga berib, chiroyi chochlarini yostatdi. Choydan xeyli kashda og'zidan haroq bo'rtib qaytib keladi. U garchi qizildan bir romka ichdim, zo'rlab turib oldi, deysimi, Rustam uning birla romka ichmaganini biladi. Ba'zida bir yerlardan sahrolikqa xos qiyofat yoki qiliqlar chiqib turadigan ayolidagi o'zgarishlardan sal cho'chibmi qoladi. Ayol bir kunlari yangi ichilgan oq kechining naqadar orambaxsh ozodligini maqtab kelsa, bir kunlari chinorning esilligi, uzumzorning o'yinlarining qaltisligini maqtaydi. Kimlargadir havaslansa, kimlarningdir chupayligini so'katdi. Har qitimda degidek so'g'rinda bo'lgan gap so'zlarni, kimlarning nima ish qilayotganligini, kimning uyini qandoq yasig'anligi, kiyimini qandoq kiyganligiga o'xshash ushoq gaplarni ko'tarib keladi. Xonqiz ana shundoq ushoq gapga amroq edi. U gaplar mayli o'ziga munosabatli bo'lsin yoki bo'lmasin, boshqalarning xususiy ishlari uchun harmay boshqa turib yuradi. Yana bir jihatdan uni nihoyatda talantli tug'ma axborot to'plag'uvchi deyishga bo'ladi. U kishilarning maxfiy sirlarini qandaqdir yo'llar bilan bilib oladi va qandaqdir yo'llar bilan tarqitib etalaydi. Xotinining bu mijozdan bizar bo'ladigan, ba'zida qattiq silkiydigan Rustam yillarning o'tishiga ergishib, uningga ko'nib, hatto qiziqibmi qoldi. Bo'libmi
Әмәл сорыныға қадам қойғандан бұян, аялы еліп келедіған ұчырларының пайдасы барлығыны біліп қалды. Gerçi bu gepler mutlaq işençlik bolmusu mu? Qılça asassız mı bolmaydı? Bu geplerden ammanın inkasını, ruhi kayfiyatını, kişilerinin öz ara münasibetini, bir kimlerinin acizliğini bilip algılı boladı. Şununla asasen kişiler bilen bolgan muamelini tanışıp durganda, bazı sevelliklerden saklanğılı boladı. Rüstem dikkat kılgan yana bir nokta şu boldu ki, hanımlarının bu sorunu, cemaat fikrini ma'lum derecede kontrol kılıp turadı. Ayallar çayda olturup idarenin işlerini mülahiza kıladı. Başlıklarga, adamlarga baha beretti. Sorunda bolgan gep sözler öy-öyge tarqıladı. Erlerime elbette gep sözlerinin təsirdən çatı qalmaydı. Nazaretdə Pərhat isimlik bir başqarma başlığı var idi. O, İşkiredeki danlıq bir ali məktəbini bütközgən bulub, öz kəsbi dairəsində umumyüzlük etiraf qılınğan nüfuzluq mütəxəssis idi. O, xizmət nəticəsi bilən təşkil və amma arasında yuqarı inavətə ega bolsunmu, arqasında uşaq gəp sözlər köprək idi. Konu gəp sözlər besiqib, unutuluşqa başlaganda, onun arqasından yana miş-miş gəplər payda boldu. Bəzilər onu idarəyə yenidən yütkülüb gələn bir ayal bilan g'ayri münasibati bar ekan, ikkisi doim mehmonxonalarda birga bo'ladi ekan, hatto ayoli ikkisini tutib olganmish deyishadi. Xon qiz bu gapni choydan ko'tarib kelganda, Rustam oltin tepib olgandek xo'shal bo'ldi. Ayolining oldida g'azablangan alpozda: "Shundaq ishmi bormikan? Men texi Pərhatni xeyli durust odam deb o'ylab yurib ekanman emasmi? Kompartiyaning kadri turib, Parizatdagi xotini, ingikiga taqashgan bolalari turib, mushundaq ishlarni qandaqmi vijdon ko'targandi? Bundaq saxtpaz odamlarni zodi omma orasida sesitib, bosh ko'tarolmas qilib etish kerak" deb qaynab qo'ydi. Xon qizning emas, çay so'rinidagi barliq xonimlarning bu vijdonsiz ergi bo'lgan g'azab nafrati qaynab tashdi. Uning ustiga Pərhat tuz mijazi, sal hakavirligi bilan asalla boshqalarga yomon ko'rinib qoladi. Ichida uningga o'shmanlik saqlab yurganlar uchunmi bu tepilg'usiz fursat edi. Shunday qilib, bu gap so'zlar kishi hayron qolgudek tez suratda idoraning ichi sirtiga keng tarqaldi. Bundan boshqa kişileri hatta uşaq balalargacha xabar tepib, hamma odamning og'ziga mushuli gap bo'lib qoldi. Pərhatning balalari beshni ko'tarolmay qoldi. Nemishqidir bu gapga hamma odam ishinadi. Hech kim bu töhmet bo'lib qolmasin yana demaydi. Pərhat o'stanga sakrabmi o'zini aqlab bo'la olmaydi. U bundaq vaziyatga qandaq taqobil turishni bilmaydi. Arada Pərhatning ayoli ajrashmoqchi bo'libdi degan gaplarmi tarqaldi. Hech kim bu bir oila kishilari uchun afsuslanib yoki ostola vijdon azobi tortib yurmadi. Bu bir fojia. Uyg'ur jamiyatida qiyilib tishib qolgan fojia edi. To'liroq eng munavvar, hatto eng gunohsiz kishilar mushundaq fojiaga giribdor bo'ladi. Haqiqiy gunohkorlarni bo'lsa, kishilar osonla kechirib etadi. Ularni aqlaydiganlar ko'p edi. Samimiyat qadrlanmaydigan, haq nohaq ayrilmaydigan bu jamiyatda fitna fasod xuddi sirtmoqdek kimlarningdir bo'yniga tashlanishga tayyor turadi. Kimlardir oningdan naf oladi. Fitna fasod tegishli jazosini tortmaganlikdan, ba'zida huquqning qo'llashiga erishib turganlikdan xohlagancha quturab razillikni davomlashtiradi. Atiyazda nazorat bo'yicha yoshurun ovoz berish usuli orqali boshqarma boshliqlari baholanganda Pərhat layoqatsiz bo'lib chiqdi. U bir mazgil o'ngib, totirib, dardini tamokadan elib yurdi. Ko'p o'tmay Rustam muavin nozirlik o'stirildi. Shu kuni kechda Rustam ombar uyiga o'zi yolg'iz bekinib oldi.
konu bir sandıqdan ayni yillari Daduy iskalatidan tepib olgan bir jup o'tikni elib uzoq o'ltirib ketdi. O'tik konrab bir necha yeridan yirtilgan edi. Uning pürüm qo'ruq yirtiqlaridan Rustamning va uning oilasining sonsiz kulpatlari ko'rinib turgandek. Kindikini aran yapqudak yirtiq paxtaliq chapan, yirtiq ishton kiygan, belini kola bilan bog'lagan, qo'llari jaynikigacha ko'rinib turgan, putlari yalang'odoq bir o'g'il bola qorliq dalada yugurib maktabga ketayotgandek. Puti to'ngib bo'lolmaganda beshidagi yirtiq to'miqini elib, putlarini isitib elib, yana yugurib ketayotgandek bilinadi. Rustam hayotining yangi bir manziliga qadam qo'ydi. U bargan sari ruhlanib, ichilib ketyotdi. Albatta, shuncha ishlarni ta'virtib, shuncha vala odamlarni poypetak qilib yursang, anglaydigining eng yiqimliq so'zlar, ko'radigining kulib turgan illiq chiroylar bilan huzur, halovat bo'lsa, ruhing o'smamdi. Yoshirib, ko'klab ketmamsan. Hayvon tuyoqdin, odam quloqdin deb bekar aytmagan. Rustam ba'zida bu amal degan shundoq xosiyatli narsami yoki menda bir xislat bormi deb o'ylab qoladi. O'yla o'zining haqiqatan boshqacha odamligiga tushunib qoladi. U xizmatda emas, so'rovlardami hamma odamni og'ziga qartatdi. Bu uning muomalaga usta, gapga o'tkirligidan, xeyli ichib qo'ysimi o'zini yo'qotmaydiganligidan edi. Uning bilan birga o'tirib qolganlar qadinas bo'lib ketadi. Shunga uning do'st birodarlari ko'p bo'lib qolmay, hammasi degidek qo'lidan ish keldiganlar edi. Rustam bir kuni kechda o'zi doim boradigan to'g'raqliq restoranidan qaytib kelib-atdi. Bu restoranni Davudning o'g'illaridan biri ochgan bo'lib, zalga intayin o'xshitib yasalgan sun'iy to'g'raqlar qo'yilgan. To'g'raqqa oid surat, may bo'yoq rasmlar isilgan edi. O'tirdiki an'anaviy kat shaklida yasilib, kiygiz, gilam selingan o'rinda sozandalar o'ltirib, nag'ma-navo qilishadi. U yerda to'g'raqlikdan yoki shu atrofdan kelgan suzuk chiroy, lavan qizlar mulozimlik qiladi. Rustam har qitim u yerga borsa, ichilib, yeyilib, yurtqa borgandek xo'shal bo'lib qaytadi. Bugunmi shundoq bo'ldi. Yosh turib qo'rsoq selib, to'pqila o'xshab qolgan xo'jayin ularni ko'rib, qiliq topolmay qoldi. Har nima degan bilan bir yurtliq degan boshqacha bo'ladi-da. Taksi idoraga yaqinlashganda yo'lning chetida ittik ketayotgan bir ayol uchirdi. U Hurriyat edi. U taksini to'xtatib, sirtqa chiqib, Hurriyatni saqlab turdi. "Ha, Hurriyat, kech qapsiz-g'u. Opamning mehmonlari bor ekan, qarshi beraman deb. Bolalaringiz uyda qolganmidi? Yo'lingizga qarab ketgandi, ha? Bolalarim opamninkida qoldi. Ularni o'yg'itib yurmay deb o'zimla kelishim." Hurriyat gapining oxirini nemishqidir qo'rqqandek asta tushirdi. "Undaq bo'lsa, bugun oqsham ikkalamiz erkin ekanmiz. Men sizni bir yerga aparsam, boramsiz?" "Vay, nima deydigansiz? Xonqiz anglab qolsa?" "Xonqiz anglamaydi, menga ishidinga." U Hurriyatning ikkilanib qolganligini ko'rib, darhol qo'shib qo'ydi. "Ishkirdan kelgan mehmonlarni uzdidigan ish edi. Ularning orasida bir ayolmi bor. Siz shuningga hamroh bo'lg'ach, ish pushqingizni chiqarib kelmamsiz. Boytixi nazoratga ayollardan birarni boshlab olaymikin deb o'ylab o'tatdim. Keling, mashinaga chiqing." Shu oqshimi Hurriyat shahar sirtidagi 5 yulduzli mehmonxonada sun'iy ko'l ham shoqratmaning yeniga rastlangan so'rinda tush ko'rayotgandek xiyoliy bir holatda o'ltirdi.
U mundaq manzarlik joyni suratlarda yoki kinolarda ko'rgan bo'lishi mumkin, ammo reallikda tunji qitim ko'rib atadi. Tamoq qo'rimalari yeyish uchun emas, ko'rib huzurlanish uchun tortilgandek bir-biridan ajoyib edi. Ammo tamoqlarga qo'l tegmay chala qizib olgan mehmonlar yana bir katta mehmon saroyining karaoke zaliga boshlandi. Masning ko'zidek xira qizg'ush chiroqlar o'chib yenib turgan zalda mehmonlarning ba'zisi naqshchi qizlarga jo'r bo'lib naqsh etsa, ba'zilari yerim yalang'och tanschi qizlar bilan quchoqlashib tansiga tushib ketishdi. Rustam tanschi qizlarning taklifini adab bilan rad qilib, bir qitim Hurriyat bilan tans o'ynadi. Tans o'ynab etib, Hurriyatning besh qiyib ketdi. To'xtamay aylanib turadigan rangdor chiroqlar bilan tang aylanib atgandek bilinadigan yer, yulduzliq osmonga o'xshaydigan to'rus, bir-biri bilan irmash-chirmash bo'lishib o'ynashayotgan odamlar, go'yo g'oyat zo'r qaynamdek hamma narsani o'ziga tortib ketib-atgandek bilinadi. U o'zining qandaqlarcha Rustamning quchog'iga kirib qolganligini to'ymay qoldi. Tansi oxirlashgandan keyin Rustamdan o'zini tortib yurdi. Oxirda ular shaharning yana bir chetidagi oliy darajalik yuyinish, uvlanish markaziga keldi. Mehmonlar munch kiyimlarini kiyib, sohib chamal qizlarning yetaklashida hech qanday viveskisi yo'q, sirliq eshiklardan kirib ketganda Hurriyat zalda yolg'iz qoldi. Bu 8 qavatlik zo'r bino edi. Butkul binoni qorong'u palampay, zallarni karavat shakllik lumlum sofalar tizib etilgan. G'uva yo'rtilgan ko'ngil ich zallarni, hatto oshxona, hojatxonalarni ko'ngilni alangitadigan bir xil puroq qoplab turadi. Bu puroqdan zodi qutulg'ili bo'lmaydi. Hurriyatning sap havoga chiqqisi keldi. Tinch, azodi uyini, bolalarini o'tdek seg'indi. Birinchi qavatga tushmoqchi bo'lib, palampay koridorlarda ezib yurdi. U oxir o'zini izlab kelgan Rustamni uchratganida uningga esilib, yig'lab etishdan o'zini aran tutib qoldi. Ular birlikda başdaki 5 yulduzluq mehmonxonaga qaytganda osmonning sharq tarafi so'zilishga boshlagan edi. Hurriyat uyiga qaytishni o'yladi, ammo qandaqdir bir kuch, bir tuyg'u uni ixtiyoriga qo'ymaydi. Bu kuch, bu tuyg'u kishini qo'rqinchga soladi. Yo'chun, ammo shuncha sehrlik edi. Bir yilga barmay Rustam Hurriyatdan o'zini qochirdigan bo'lib qoldi. Bu qitim oliy maktabni bitkizgan bo'lsa-mu, kasbni yaxshi o'rganolmagan, lekin amaliga amroq bara yosh cho'kan tashabbuskorlik bilan uning qo'yniga kirdi. Uni nazorat ishchilar uyushmasiga o'stirib qo'yib, Rustam uningdanmi o'zini tortdi. U oldiga har xil talab, hojatlar bilan keladigan qiz cho'kanlarning ko'ziga tikilib qaraydi. Ancha muncha jalbkorligi bo'lsa-la, yeshi bilanmi ancha hisoblashib ketmaydi. Uning ko'nglini olalagan ayollar hojati ravon bo'lib, maqsadiga yetganda rozimanlik bilan yo'llarga ketadi. Bu ishlar busi chiqmay besilib ketadi. Ancha muncha gap so'z paydo bo'lsin, huquqning sur hayvisi ostida bozor topolmaydi. U yosh, sodda vaqtlarda tashviqotdagi dabdabalik so'zlarga shaksiz ishinadi. Hojatmanlardan sovg'a salom elish, yonchiq tomlashni gunohlik ish deb qaraydi. Bundaq ishlarni ko'nglimi ko'tarmaydi. Biroq amal so'roni aqlli odamlarla kiralaydigan boshqacha bir dunyo edi. Bu yerda u nurg'un ishlarning siriga yetdi. Qonun tuzum deganlarning amaliyotda oddiy puhrolar uchun chiqarilganligi, dunyodagi hamma ish, jumladan amal tutishning tegidakdan olganda tirikchilik, huzur, halobat uchun ekanligiga tan berib, xom xiyol va andishlardan uzil kesil qutuldi.
Soğuk salam alğanda жүрегі pokoldamaydigan, qo'li titirmaydigan, aksicha quruq kelganlarga soğuq muomala qiladigan, ularning gapi quliqiga yoqmaydigan bo'lib qoldi. Uning nazarida amal xuddi cho'ng dadisi aytib beradigan cho'chaklardagi ichil supramga o'xshaydi. Uningdan foydalanishni bilsila, har qanday murad maqsadga yetkala bo'ladi. U o'zini dunyodagi ishlarning tegiga yetib bo'lgandek sezadi. Kasbdan boshqaga ko'ngil bo'lmaydigan, qandaqdir haq, nahaq ishlarni deb qo'lidagi nonni o'ngshab yeyolmay, yo'lni o'ngshab mangolmay yurgan ahmoqlarni ko'ziga ilmaydi. Bu dunyoda onasidan qolsa bir nechila odam uning ko'ngil to'ridan cho'nqur o'rin olgan edi. Ularning biri Liu Ligu, yana biri hozirgi yaqin odami Wang Shuji edi. Ular uning hayot yo'liga muhim ta'sir ko'rsatgan kishilar edi. Shunga u har qanday vaqtda ularga tuzkorlik qilmaydi. Albatta, u Abbas Nozirni unutib qolmaydi. Rustamning oldida yangi nishon paydo bo'ldi. Maqsud Nozir pensiyaga chiqish oldida turadi. Rustam vaqt ajratib, nazorat tavasidagi pensiyaga chiqqan obro'yli pishqadamlarni yo'qlashni, yana qandaqdir ishlarni ko'ngliga pukdi. İkinci bab. Film ishlash uchun yana Qashqarga kelgan Gulnaz yashinib qolgan hammasini yo'qlash uchun bir necha kun ortiq turib qoldi. Hammasi shaharga tutishib ketgan bog'-barangliq go'zal bir kentda, keng qurg'i joyda o'zi yolg'iz yashaydi. Bahor fasli edi. Etis qirlardagi yop-yeshil maysilar, yengili dunyoga ko'z ochgan sus yeshil yumran yo'pirmoqlar, uzoqlarga qadar tutishib ketgan qizg'ush yoki oppoq chechaklar, ochiq osmonda xiraman laylab yurishgan nefis oq bulutlar, paxtak to'rg'ay ovozi, hammasi qo'shilib kishini bahorning masxush tuyg'ulariga cho'mdiradi. O'zini ko'p ishlarni ko'rgan, cho'ng bo'lib qolgandek sezib yurgan Gulnaz shu go'zal kentda turgan kunlarida o'zining texcha yosh qizlardek hissiyotchan nozik ekanligini, mehr muhabbatga naqadar tashna ekanligini his qildi. Hammasi Mukarramxon xuddi uni tushunib turgandek uning chiroyiga ko'yinish bilan sapsilib qaraydi. Uni o'ltirg'izg'ili, yer xo'sh qilg'ili qiliq topolmay qoladi. Hamma bilan jiyan qizi bir-biriga shunchalik o'xshaydi. Mukarramxonning so'lashgan so'zunchoq yuzidimi qo'yiq, uzun qoshlar, ag'mi kirpiklik qapqara ko'zlar alohida ko'zga tashlanadi. Sal ko'tarilib turadigan zangoqlarida susqina qizillik hali ham saqlanib turadi. Eri baldır ölüp ketkenliktin uzak yıllardan buyan tenha yaşap kelgen bu momay akşamı Gulnazning qapqara çaşlarını silap oldurup. Kızыңni nemişqimi yetim qilgansan balam? Bu yol mağırgan yol emas edi. Erhaq degenning hammasi şundaq boludu. Sabr qilib ötküzüp etsen ahir berip besqib qalatdi. Lekin erdan ayrılgan xotun dili sunuq, nam nişansız halga tushib qoladi. Yalg'izlik yaman. Xudoyim seni undaq kunlardan saqlasin, deydi. Gulnaz qasdan sho'xlik qilib o'ziga chiqqan loyiqlar bilan qandoq ko'rishganini, yeshi 50larga borgan 5 balaliq bir er kishini nima deb qochirib atganini do'rab qaqaqlab kuladi.
Hammasi onunğa əgişib külüb qoyğunu bilən köңlüdə qandaqdır bir işlarını planlap yürətdi. Bir günü o Gülnazның yüz may, əynək, əttirlərini sorab elib çıxıb ketib, bu yurtdaki danlıq dahanğa səbəb qıldırıb gəldi. Başqa nərs işlətməy, muşu nərslərini üzməy işlət. Allah buyursa, muşunun bilən işlərin oңuşlup ketdi, dep tapılıdı. Onun turqidan qandaqdır çoğ işlarını bütküzüb gəlgəndək qanaət və işən çıxıb turatdı. Gülnaz o nərslərini elib xoşal bolsun dep hamısının köz içili işlətdi. Bundaq işlarga anca işinib ketmisin, dünyanın işlerini düşünüp bolğulu bolmaydı. Bir yeri bolmasa bu adamlarını işinip yürümegen bolatdı, dep oyladı. Parançırın sel çıkıp git bardı, keynimdeki mağdur öydekiler bir işlerini kılıştı başladı, ayakları ayrıplallarının avazı. Sırtı okusam, şundak təsirlər sel güçlük boladı eken, hem de şunun da bu büyük kısmını okuyday. Yani bir 10 minutdak okuyday. Gülnaz kino, teatr, rejissörlük kəsbida okuğan idi. Hem özü şununğa ait derslerini ötətdi. İki qitim kinoda rol elishdan keyin sanatkar uchun turmushni inchki ko'zatishning naqadar muhimligini to'nib yetgan edi. U kunda attigini kentni orlab yurganlarida egilib salom qilib o'tadigan sahra ayollariga, qiyofatidan mardonlik chiqib turadigan erkaklarga, oppoq soqolliq, xizirdak pokiz qiyirgan mo'yspitlarga sinchilab qarab ketadi. İşki oçuq öylərinin aldıdan ötüb qalğanda peşayvalıq oylalarga, bütün ixlası bilen namaz oquyatqan kişilərga, uşaq balalar və itmişik qoy qo'zilarga səpsalatdı. Sənətkarның icadiyeti üçün əni şundaq real görünüş və canlıq obraz intayın zörür idi. Bu qitim o aeroplandı minişdən vaz keçdi. Bir top natonuş adamlar bilen karavatlık avtobusda 2 gün billa səpər qilish onun üçün tepilg'usiz fursat edi. O o'rinni surishtirmayla bilet elivergan edi. Avtobusga chiqib bo'lib sal afsuslandi. Onun o'rni avtobusning eng orqasidagi 5 kishilik tutash karavatda bo'lib chiqdi. Taliga o'ng tarafida sahroliq 2 ayol bor ekan. Qarg'anda qaynoni bilan kelinga o'xshaydi. Kelinchakning qo'lida yeshig'i to'shmagan bo'vaqmi bor edi. Sol tarafida 60'lardan ishib qolgan o'roq, qatmi yuzida cho'qur izlar qolgan, ko'ni pasondagi kulrang kostyum bilan kapki kiygan bir odam 14-15 yoshlardagi bir qiz bola bilan o'ltiradi. Gülnaz deriz tarafda nimadandir qo'rqayotgandek atrofga urkib qarab o'ltirgan bu qiz bolani kapkilik odamning qizi bo'lsa kerak deb o'ylagan edi. Avtobus minishi bilanla uning qiz bolani quchoqlab yetib olganligini ko'rib ajablandi. Kashkirgashga bu odam atrofdagilardan aymanmay borgancha haddining oshqila turgan edi. O'ng tarafdagi 2 ayol bilan atrofdagi kishilar g'udirash qilib turdi. Kapkilik odam birdan sakrab qo'pib, "Bu degan mening qonunli xotinim, quchoqlasam o'zimning xotinimni quchoqladim. Qandaq yomon bo'ptimi? Gap bo'lsa uchiq qilinglar, bo'lmasa xalqning ishiga aralashmanglar." deb yenidan qandaqdir bir qog'ozlarni elib cho'ridi. Kishilar uning oliyib qo'yib ta'tir qarab elishdi. Gulnazmo ayollar taraf kerak so'ralib oyog'ini selib etib o'ltirdi. Qarg'anda uning bu safari osonga to'xtamaydiganda qilatdi. Yaş ayolning bolasi to'xtamay yig'laydi. Qaynonasi uni no'q o'yg'atgandala bolasini qo'liga elib birdam imitatdi-da yerga to'satdi. Avtobusdagi suydik purqi texmi kuchayatdi. Avtobusning oldi tarafida yurib turgan qizg'ish chiroq bo'shikdek tar karvatlarda qistilib uxlayotgan odamlarni xira-shira yo'rtib turadi.
Gülnazның aldı tərəfidəki orunda çimen topu kiyib alğan bir kişi qısılıb oturub uzaq namaz oxudu. Namaz oxub olub derisi sirtidəki qaranqılıqqa qarab öyrü oturdu. O xeyli egiz həm qav adamda qılatdı. O əlbəttə karavatqa batmaydı. Gülnaz uxlab qalmaslıqqa tirişib xeyli vaqtını ötküzdü. Faqat chiday olmay qolganda yeniçə sal mügdib almoqchi bo'ldi. Ammo burniga urilgan kuchlik suydik puruqidan uyqusi qechib, yana qopib o'ltirdi. Payansız çöl bağrını kesib, əgri-bügri sozulğan yolda cüp-cüp çıraqlar böğrü közüdək çaqnab görünətdi. Bu çıraqlar barğan seri zoruyub, yaqınlab kelgan avtomobillar g'arqirab tez o'tib qarang'uliqqa kirib ketadi. Avtobuslarning deresidan birer yerim uyquliq chiroylar lip qilib ko'rinib qoladi. Oduldaki o'rinda heliqi kishi texcha tikkida o'ltiratdi. Sus chiroq yo'riqida tüp-tüz kang peshonasi, qanşarliq burni, sal so'zinchoq yuz kepti, usta haykaltarashning qo'lidan chiqqan asardek gavlinib ko'rinadi. Gülnaz qarang'uliqda xuddi bir san'at asridan bahar elayotgandek xeyligacha uningga qarab o'ltirdi. Uningga qarab o'ltirishmi hozir edi. Hazır bundaq adamlar barğansiri azıyıb, qaş gözü, chiroyi kishining esida qolmaydigan odamlar ko'payib ketyapti. Yerim kechidan oshganda Gülnaz qandaq uxlab qolganini to'ymay qoldi. U badani kuyishib, uyg'unib ketganda texi tong atmagan edi. Atrofidagilar tugilishib, har xil qiyofat uxlayotdi. Oduldagi kishi namoz o'qiyotdi. Tang xira yorishqa başladı. Gülnaz ixtiyorsiz sol tarafga qarab, kapkilik kishining qiz bolani xuddi qechib ketishidan qo'rqqandek ching tutib uxlab qolganligini ko'rdi. Qiz o'yg'oq edi. Kishining tumshqidan o'zini qochirib, deriz tarafga qarab olgan edi. Chiroyidan saskinish, bezorlik ham amalsizlik chiqib turadi. Gülnaz tamoq yegili tushganda u odamning g'ulji talaffuzida yenidagi biriga "Xotinim o'lib ketib, yurtqa borgan edim, tuqqanlar o'ylab qo'ydi" deganini o'ylab, qizning keyingi hayotini tasavvur qilishga tirishdi. Ammo ko'z oldiga uning saskinish va qo'rqinch chiqib turgan ko'zlaridan boshqa narsa kelmadi. Avtobus Qaqas çölünün o'ttirsidagi kichikgina bozorda tamoq to'xtadi. Odamlar sovuqdan dugdiyishib, yo'l bo'yidagi langmandan boshqa narsa atmaydigan oshxonada g'izolanishdi. Tamoq saqlab o'tirganda Gülnaz oqshomqi kishiga boshqadan diqqat qildi. U haqiqatan boshqacha odam edi. Yenidagilar uni Rishot hoji deb hurmatlaydi. Ammo u boshqa hojilarga o'xshab ketmaydi. Kiyinishidan ziyoliga xos aloylik chiqib turadi. Ammo u Gülnaz biladigan ziyolilar yoki amaldorlarga o'xshab ketmaydi. Uningda hamma odamni jalb qilib, ixtiyorsiz hurmat qo'zg'aydigan bir kuch bor edi. Bu kuch uning qovul, qamlashgan bo'ybastidimi yoki vujudidan urg'ib turgan bir ishki kamolatdimi? Gülnaz buning tegiga yetolmadi. Gülnaz uning qancha yoshlarda ekanligini bilolmadi. Bir qarasa, yeshi 50larga taqab qolgandekmi qiladi. Ammo qomati, harakatlarida 30 yoshdagilarga xos jo'shqinlik bor edi. Bulutlarning hammasi taraf bo'ldi, ha? Tamoq vaqtida hoji tamoqqa keyinroq keldi. Kichik oshxona yo'lovchilar bilan liqqida to'lgan bo'lib, Gülnazning oldida bir kishilik o'rin bor edi.
Hacı ətrafqa bir qarab etib, boş o'ringa qarab keldi. O'ltirishdan burun Gulnazning chiroyiga qaramay, sal engishib salom qildi. Avtobusdimi u Gulnazga biror qitim burilib qarab baxmagan edi. Gulnaz biladigan erlarning ko'p qismi ayollarga bezdek tikilib qarashatdi. Chiroyini har qismi qilishatdi. Hatto orqasiga kirib olib, sat chaqchaqlarni qilatdi. U yer bu yeridan tutib olishga urinatdi. Aradan bir necha yil o'tgandan keyin bir kuni Gulnaz uningdan ayni vaqtda avtobusda nima uchun o'ziga biror qitimmi o'rilib qarab baxmaganligini so'raganda, u dunyo bizning emas, uningda har turli odam yashaydi. Bo'libmi ayollar beshi ochiq, nefis kiyimlar bilan turgan bo'lsa, ularga tikilib qarab olsak, adabsizlik ham zolimlik bo'ladi degan. Hamda o'zining Gulnazni avtobusga chiqqandala ko'rganlik edi. Uningdek bir ayolning nima sababdan shu odamlarning orasida turganiga hayron qolganligini aytgan edi. Hacı bir qaç sho'rpa buyurdi. Sho'rpaga non chilab, tezlikda ichib bo'ldi. Kichik taxsidagi ustixonni g'ajab pokizlab, qo'lini surtdi-da, duo qilib qo'yib ketdi. Gulnaz tamoq jarayonida uning boshqalardek shalab-shulub ovoz chiqarmaganligiga diqqat qildi. U bo'y bastiga yarasha cho'ng qadam bilan tez-tez mang'atdi. Yurish-turishi, ish harakatidan qoida yo'sulliq, chevar odamligi chiqib turadi. Gulnaz uning orqasidan qarab turib, ixtiyorsiz ulug' kichik tindi. U har qancha ajoyib bo'lsa-mu, Gulnazga munosabatsiz boshqa bir sirliq dunyoga mansub odam edi. Gulnazning oldiga hech kim chiqmadi. Uning avtobusda keladiganligini hech kim bilmaydi. U narsa keraklarni uyiga akirib qo'yibla, ota-onasini ham qizini ko'rib kelmoqchi bo'ldi. U qizini bek sevgan edi. Qo'rodan chiqishig'ila yo'l bo'yida viviskalarga qarab ishkilinib turgan tonish bir odamni, avtobusda birga kelgan hojini ko'rib, o'rnida turib qoldi. U Gulnazni ko'rib, sal tengri qolgandek bo'ldi-yu, darhol o'zini o'ngshab, uning oldiga kelib, "Men bugun bir odam bilan ko'rishmasam bo'lmaydi. Bu odamning adresini boshqalar menga mushu yerda deb bergan, ammo kelib qarasam, bu yerda emasdek qiladi" dedi. Gulnaz uning qo'lidagi qog'ozga qaradi. U rostla xato kelib qolgan edi. Uning izlamoqchi bo'lgani Beijing yo'lidagi bir o'rinning adresi edi. Hacı yana o'zining xanzucha ravon so'zlayolmaydiganligi, bir tarjimonga jiddiy ehtiyojli bo'layotganligini aytib, agar Gulnaz yordam qilishni xohlasa yoki ishonchliroq tarjimon tanishtirsa, obdan rozi qildiganligini bildirdi. Gulnaz nechqadir xushal bo'ldi va darholla, "Bir ko'rgan tonish, ikki ko'rgan tuqqan emasmi? Bo'pti, men yordam qilsam qilay, lekin baldiroq qaytib kelmasam bo'lmaydi" dedi. Reshat Hacı taksi to'sdi. Gulnaz uni ko'rishmoqchi bo'lgan Lavbanning ishxonasiga boshlab akirib, ikkisiga tarjimon bo'ldi. Reshat Hacıning bundoq alohida tarjimonini ko'rib, Lavbanning ko'zlari parqarab ketdi. Ko'rishish o'ngishli bo'ldi. Tushdan keyin ular kelib, konkret ishlarni maslahatlashadigan 3-kuni to'xtam tuzadigan bo'ldi. Gulnaz, "Men sizga yaxshi tarjimondan birini tepib beray" degan bo'lsa-mu, tarjimon izlashga cho'lisi tegmay, har kuni tushdan keyin Reshat Hacıga hamroh bo'ldi. Ishdan keyin Hacı uni yangidan ochilgan biror esil restoranga apratdi. Ikkilan nihoyatda adab bilan paranglashqash g'izolanatdi. Bu 3 kun jarayonida Gulnaz tanishqiniga uzoq bo'lmagan, o'zidan xeyli cho'ng bu odamga bargan sari bog'lanib kelayotganligini his qildi. U uning yanada yurganda o'zini bexatar, ozoda sezadi. Hatto hech qachon his qilmagan baxtiyorlik tuyg'usiga cho'miladi. Reshat Hacı uning so'zlarini akalarcha kuyunish va yiqillik bilan anglab o'tirib, qisqa, ammo cho'nqur ma'nilik so'zlarni qistirib qo'yadi. Hammadan uning adablik muomalasi, o'zini hurmat qilishi Gulnazni so'yindiradi. Xo'sh,
Bugün muş yergacha o'qiyli. Bäkmi chiroyli bir kun bo'lib atdi. Hammanglarning bugungi kuni